NIP test bolada shamollash yoki yurak nuqsoni bor bo'lsa ko'rsata oladimi degan savol bilan murojaat qilishdi. Biz bir narsani juda yaxshi tushunishimiz kerakki, genetika juda murakkab soha har qanaqa vaziyatni ko'rsata oladigan universal bir testni o'zi mavjud emas. Chunki genlar juda murakkab. Xususan NIP test haqida gapirsak ham, uni ham o'zini topa oladigan, topa olmaydigan holatlari bor. Ma'lum bir kasalliklarni aniqlay oladi, ma'lumlarni topa olmaydi. Ya'ni o'zining imkoniyat va cheklovlari bor. Bularni to'g'ri tushunish va interpretatsiya qilish uchun aynan genetikka murojaat qilish kerak, genetikni konsultatsiyasidan o'tish kerak. NIP test o'zi prenatal skriningga kiradi, ya'ni homiladorliklarning skrining testlariga kiradi va homiladorliklarni skrining qilish bu kompleks tekshiruv, ya'ni faqatgina NIP yoki faqatgina UZIni o'ziga tayanib bo'lmaydi. Bu yerda hamma ma'lumotlarni birga olib, umumiy bir xulosa chiqarish kerak va shundan kelib chiqib, masalan, NIPni o'zi yetarli bo'ladimi yoki yana qanaqadir qo'shimcha tekshiruv kerakmi, shuni hal qilib, vaqtida to'g'ri tekshiruvlarni qilib aniqlab olish kerak. Birorta kasallik nuqson bormi yo'qmi. Agar sizlarda homiladorlikda UZIda yoki skriningda birorta o'zgarishlar chiqqan bo'lsa yoki NIP testni topshirgan bo'lsangiz yoki topshirmoqchi bo'lsangiz va bu sohada sizda savollar bo'lsa, bemalol murojaat qiling. Biz sizga konsultatsiya o'tkazib beramiz.